Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Bugün Allah Taala'nın El-Qavi, yani güçlü degan ismi haqida to'xtalamiz. Allah Taala'nın El-Qavi degan ismi Qur'on Karimda 9 o'rinda kelgan. Innalloha qaviyyun shadidul iqob, inna robbaka huval qaviyyul aziz, innalloha huvar razzaqu zul quvvatil matin qatorliq oyatlar shularning jumlasidan. El-Qavi Allah Taala'ning mutlaq kuch-quvvatga ega, hech narsadan ojiz kelmaydigan, kuch-qudrati xo'rab ketmaydigan eng kuchli zot ekanligini ifodalaydi. Allah Taala hammadan kuchlikdir. Mutlaq kuch-quvvat egisi bo'lgan, bandalariga ojizlikdan iborat sifatni ato qilgan va ularga cheksiz mehr shafqati bilan muomala qiladigan ulug' Robbimizga shukrlar bo'lsinki, Robbimiz insonni o'ziga iltijo qilsin deb ashundoq ojiz, muhtoj yaratganki, insonning ojizligi kasal bo'lganda, yo'qsullikda qolganda, kuchliklar tarafidan bo'zaq qilinganda, mustamlik qilinganda, chorasiz qilganda o'zini ko'rsatdi. Shu chaqda ular o'zlarining Alloh taologa bo'lgan haqiqiy muhtojligini his qildi va uningga iltijo qildi. Chunki insonlarning Alloh taologa bo'lgan muhtojligi mangulik va tabiiy muhtojlik. Ular Alloh taolodan qat'iy behojat bo'la olmaydi. Alloh taolo o'zining cheksiz qudrati va cheksiz mehr shafqati bilan acizlarga yordam qildi, kasallarga shifolik berdi, muhtojlarga tegganlarni berdi, zolimlarni jazolaydi. Robbimizning ilohiy qudrati oldida dunyoning kuchliklari ojiz, ulug'lik oldida barliq mutakabbirlar bechora, adolat oldida barliq zolimlar xordir. Alloh taolo ularni jazolamoqchi bo'lsa, eng kichik hasharotni avatib yoki eng oddiy bir kasalga giriftor qilib, va yoki tuyuqsiz bir balani avatib halok qiladi. Chunki Alloh hammaga qodir. Barcha kuch-quvvat Alloh taoladan keladi. Alloh taolo o'zining yordam tilgan bandalarga yordam berdi. Kuch-quvvat talab qilganlarga kuch-quvvat ato qildi. Musulmonlar o'zining kuch-qudratini Alloh taoladan oladi. Ular dunyolik va din ishlarida Alloh taolaga tayinadi. Hayotdagi majburiyatlarini o'rindaydi. Şuna biz Müslümanlar hemşe la havla ve la kuvvete illa billah, her kanda kuch kuvvet fakat Allah Teala'nın yardım bilen buludu diyen kelimeni Çin itikadımız bilen eğitimiz. Kesellik mu acizliktir. Her kanda güçlük insan mu özünün acizlikini görmekçi olsa kesellerinin ahvalı karısı buldu. Çünkü adli bir kesellik mu insana özünün acizlikini bildirip koyduğun pende nasihattir. Emeviler halifelikinin halifesi Süleyman ibn Abdülmelik Asya, Afrika ve Avrupa'dan ibaret 3 kıtada kudreti ve heyvesi bilen tunulgan en şen şevketlik padişahıydı. O özünün padişahlık kasrisini Irak'larda koyup uzun seferge çıkan bir günü Tusat'tan kattık keselge giriptar buldu. Gerçi yenideki teyipler kuludan kelgençe çağrılarını kılgan bolsa mı, ulanın doğruları menfaat kılmaydı. Payitaxtga qaytish uchun az degende 2 aylık musafe kalganda padişah alemden ötüdü. Padişah vafat buluştan burun bir akşamı aşı qattiq kesellik halida askerlerini közünü keçirishga chiqdi. Köz yetmigudek uzun seplerge tizilgan askerlerine, qoral yaraqlarını ve özünün saltanatının kattılıqını görüp durup, şu tapda özünün intayın aciz ve biçar halga düşüp qalğanlığını, kesilini davalta almağıdek derecede aciz işgalligini his qildi. Andın asmanga qarab 2 qo'lini ko'tarib, intayın biçarlık bilen, "Ey padişahlıqqa mangulik yo'qolmaydigan qudratli egam Allah, mendek padişahlıqqa zaval tapgan aciz bendenge rahim qılğaysan" deb iltijo qildi ve ailesinden, haşemetlik kasridan, xalqidan yiroq bir joyda hasrat bilan olamdan o'tdi. Quli hammala yerga yetadigan bir farmon bilan har qanday ishni bir taraf qilayotgan shan shavkatlik podshoh Sulaymon ibn Abdulmalik o'zining bundoq chorasiz qolganligini, kesilga duri topolmaydiganligini ve oxirgi nafsini cho'l jaziradagi bir chedirda birdiganligini bilmaydi. Abbasilar xalifeliginin xalifesi Harun Reşit kuch qudrati ve adalati bilan tunulgan katta padişahlarning biriydi. O bir günü Bag'daddagi qasrisida oxirgi kunlarini yashayotdi. Teni ajizlab ketgan, kesili ig'irlashgan shu zahslarda qasrining orqasidagi daryo bo'yida bir dehqonning xo'shallikdan naqshi aytib kir yuvayotganligiga qarab hasrat bilan "Kashki podshohlik deganni hech tunimagan bo'lsam"
Aşı dehqandek oddiy bir odam bo'lib, birer kun bo'lsa-mu g'amsiz yashab olgan bo'lsam-chu deydi va uzun o'tmay nafas uzidi. İnson ana shunday ojiz maxluq. U oddiy kasallikka bardoshlik bermaydi. İnsanning ba'zi pashiga kuchi yetmaydi. Allah Taala xolisa mutakabbirlarni eng oddiy hasharat bilan halok qiladi. O'zini kuchlik sanaganlarni eng ojiz holatlarga tushirib yo'q qiladi. Allah Taolaning bunday qilishi ojizlarning kuch-quvvat faqatla Allah Taolaga xosligini, uningdan boshqa hammaning ojiz va halok bo'lguchi ekanligini bilish uchundir. Ana uhyi va umitu, men mutirdilalayman va o'ltiralayman deb ko'ranglagan Namrudning burnidan kirgan pasha uning mingasiga yetib berib, uni eng qattiq azoblar bilan azoblab o'ltirdi. Pasha uning mingisida turmasdan harakat qilish orqali uning dunyoning eng qattiq azoblarini tetitgan. Namrud og'riqqa chidayolmay o'zining oyog'i bilan o'zining beshiga urib zida qilib etgan va shu azoblardan qutula olmay o'lgan. Agar u rostilla tiriltirishga va o'ltirishga qodir bo'lsa edi, avval mingisini azoblagan shu pashini o'ltirgan va o'zini o'limdan qo'g'dab qolgan bo'lar edi. Mutakabbirlarning jazosi ibratlik bo'ladi. O'zini Misrliklarning ilohi sanab, "Ana robbukumul a'la, men sizlarning eng yuqori martabalik Robbinglarman" degan Fir'avnni Alloh taolo ta qiyomatgacha butun insoniyatga ibrat bo'ladigan shaklda jazo oldi. Fir'avn bir kuni o'zining vaziri Hamonga, "Ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbaba as-samawati fa attala ila Musa." "Ey Haman, sen menga bir egiz munar yasig'in. Onun bilen ben yollarga, yani asmanlarning yollarga oluşup Musa'nın ilahini görüşüm mümkün deb Musa aleyhisselamның Rabbimiz arşning üstüdür degan sözünü mesxir qilgan. Ve iqamim Mısırның padişahlığı astımdan eqib turgan bu derya mening emasmi? Degan edi. Allah onu mening deb da'vo qilgan suvda g'arq qilish orqali jazoladi va jasadini keyingi mutakabbirlarga dars bo'lsin uchun sajda qilgan holatida qatirib qo'ydi. Uning jasadi hozirmi bor. Demak, o'zini iloh deb e'lon qilgan va ostidan oqqan daryo suvi bilan ko'ranglagan zolim suvda g'arq bo'ldi. O'zini tirildirguchi va o'ltirguchi deb sanagan hakovirni bir pasha o'ltirdi. Mol dunyosini o'z ilmi va iqtidori bilan topganligini da'vo qilgan bexil mal dünyası bilen birge yerge kömtürüldü. Allah öldü degan safsatini yazgan Germaniyalik faylasuf Friedrich aqlidan ezib resmi sarang bo'lib doktorxonaga yo'tkilib yurish, xarliq va rezillik ichida o'ldi. Allah Taala zalimlarni hadidan oshqanlarni jazolashga aldirib ketmaydi. Hamon bir kuni ibratlik jazolaydi. Jazolagandimi to'limi qattiq jazolaydi. Biz işlerin akıbetini ve Allah Teala'nın hikmetini bilmeyimiz. Şuna aldırıp ketmezlikimiz, Rabbimizin adaletiyle tamamen işimiz gerek. Çünkü Allah Teala keçik durdu ama unutup kalmaydı. Allah Teala güçlüklerinin güçlüküdür. Ben Saudi Arabistan'daki vaktinde bir ulemanın leksiyasından munularını anlayan idim. Malum bir mahallede nahayet bestlik ve güçlük bir adam var idi. Kişiler onun çişiği tigip koyuştan ihtiyat kılattı. Bir günü koşunlardan biri onunla 30 yaşlık bir koşunesini körüstüp durup, o adam siz uyunuzda bolmagan vakitlarda ögüzüsüden sizden hoylunuzga karaydı ve ailenizdeki namahremlige köz tikidi deydi. Əməliyyatda bunu degan adam heliqi qo'shnisidan o'ch elish uchun yolg'ondan degan ekan. Lekin uy egisi bu gapni anglab qattiq g'azablandi va u odamning orqasidan yetib olib, uni qattiq urdi. Urgandimi shafqatsizlarcha urdi. Tayoq yegan odam tayoq zarbisi bilanmi yoki izog'i chiday olmaymi, xuddi kichik boladek yig'lab ketdi. Tayoq uningga bakma ig'ir keldi. Shundan keyin u darhol masjidga yo'l oldi. Taharetini kamil elib namazga turdu. Mescitte tuluq amallıqni tapıdı. Ko'nglini sa'gitidi. Namaz tugaganiga qadar yig'lab chiqdi. Hatto sajda qilgan joyini ho'l qilib etdi. Bütün derdini Allah Taolaga to'kdi. Ey Rabbim, sen kuchliklarning kuchligisan. Meni intiqomini elib ber deb iltijo qildi. Uning gunohsiz turuqliq insonlarning oldida tayoq yeganligi va badanining hamma yeri sunib ketgandek og'rib ketganligi uningga bakma ig'ir kelgan va Allohga dardini to'kkan edi. Shuningdan keyin so'ralgan holda asta-asta uyiga kelib yetib keldi.
Nomusdan hech kimga ko'ringisi va hech kimga gap qilgisi kelmaydi. Uyda yetib qattiq o'yga cho'kadi. Zulmning nima ekanligini, ojizlikning qanday ekanligini, chorsizlikning qanday bo'lganligini to'liq ma'nosi bilan his qiladi. Ertasi namoz bomdodning oldida uning akisi xabar yetkazgili keladi. U nima xabar ekan deganda, uni ko'chining o'ttirisida o'zining kuchini ko'rsatib bulishiga urgan heliqi kuchlik odamning tuyuqsiz o'lib ketganligi xabar ekan. Kuchliklarning kuchlik bo'lgan Alloh hammani ko'rib turadi. Tayoq yeguvchining nola faryodini va duosini anglab turadi. Zulm avjiga chiqqanda Saudiya Arabistondagi bir xizmatdoshim Tabuk rayonida yuz bergan bir voqealikni mundaq bayon qilib bergan. Singlim homilador edi. Bir kuni u yo'ldoshi bilan avtomobilda sirtga chiqqan bo'lib, qizil chiroqda to'xtab turganda, qarshi tarafdan nihoyat tez kelgan bir yosh bularning avtomobilga urildi. Voqeada singlim qazo topdi. Qazoda heliqi yosh %100 sababkor edi. Bir qancha kundan keyin sud bo'ldi. Sudga heliqi yosh bir guvohchini elib kelgan bo'lib, guvohchi yolg'ondan necha qasamlarni ichib, singlimning yo'ldishini qazoning sababkori qilib ko'rsatdi. Sudchi bu ahvolga qarab, sudni bir hafta kechiktirib e'lon qilganligini bildirdi. Bu nohaqchilikdan butun oila a'zolarimiz qattiq bearam bo'ldi. Oxir hammamiz ashu kechini duo bilan o'tkazishni qaror qilib, Alloh taologa dardimizni aytdik. Sud bo'ladigan kunning oldingi kechisimi hech birimiz uxlamadik. Kechini duo bilan o'tkazdik. Ertasi sudga borsak, heliqi yosh sudchining oldida qazoda xatolik o'zli ekanligini e'tirof qildi va o'zining jazoga loyiq ekanligini bildirdi. Hammamiz hayron qoldik. Sudchi uningdan nima uchun burun yolg'on aytib, yolg'on guvohchini keltirib, endi bugun to'g'risini e'tirof qilganligini so'raganda, u men burun keltirgan guvohchi bugun kecha o'ldi dedi. Hammamiz sukut ichida qoldik. Ondan sudchi oxirgi qarorni chiqardi, heliqi yoshni turmaga elib ketdi. Alloh taolo ojizlarga yer yo'lakdir. Bir ulamo hikoya qildiki, 20 yoshlardagi bir qiz yigiti bilan yomg'irlik bir kunda tor ko'chada ketib boradi. Yenidan o'tib ketayotgan odamning oyoq tibishidan o'rlagan paskini suv qizning kiyimiga azroq chachrab ketdi. Qiz qattiq achchiqlanib, yigitiga u odam ustidan dardlanadi. Yigit qizning oldida o'zining kuchini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi-da, heliqi odamning orqasini yetishib berib, uni qattiq bir musht bilan urib yerga yiqitib o'tdi. Odam o kuchli yigitga qarab ichida bir narsalarni deb pichirlab qoldi. Birer saatdan keyin qiz yigiti bilan billa uyga yetib keldi. Va uyning bo'sug'isiga kelganda eshikning yuqori tarafi o'rilib, yigitning ustiga tushdi. Yigit shu yerda jon uzdi. Shuni bilan heliqi qiz sotchining oldiga berib, bir odam afsun o'qib, mening yigitimni o'ltiribdi deb tayoq yegan odam ustidan arz qildi. Sotchi odamni chaqirib akilib, uningdan sen qanday qilib u yigitning o'limiga sabab bo'lding deb so'radi. Odam, men hech ish qilmadim deb javob berdi. Qiz, u hech ish qilmadim deydi. Ammo sen uni qarlayapsan. Nima deysan degan qiz deydi. U hech ish qilmadi, ammo bir narsalarni deb yigitimga qasd qildi. Ağzı müdürlüp atattı deydi sotchi odamdan. Sen şu çağda nima degan eding deb so'raydi odam. Men u çağda kuchliklarning kuchligi bo'lgan Alloh, u menga kuchini ko'rsatdi. Sen bu onunga o'zingning kuchini ko'rsatgan degan edim deydi. Sotchi qizga qarab. Siz yigitingizga u odam ustidan arz qilgan ekansiz, yigitingiz bu odamni jazolab turibdi. U odammi Rabbiga yigitingiz ustidan arz qilgan ekan, Rabbi yigitingizni jazolab turibdi. Debdi, shuning bilan qizni qaytarib etibdi. Alloh taolaning Qaviy degan ismidan nimalarni o'rganamiz? Alloh taolaning Al-Qaviy degan ismidan iymon e'tiqodda, amal ibodatda, tan saqliqda, oilaning mas'uliyatini ado qilishda va bizga topshirilgan vazifani o'rindashda kuchli bo'lishni, Alloh taolaning kuchli mu'minni yaxshi ko'rdiganligini o'rganamiz.
Shuning bilan birlikda mutlaq kuch-quvvat egasi bo'lgan Alloh taoladan yordam tilashning zarurligini o'rganamiz. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Amin.